Opa, Ha? sizni Rustam aka chaqiryapti. Hozir. O'zini ko'rsatib, hammani ichida o'tirib olganichi. Odamzodga gap ta'sir qilmasa, ta'sir qilmas ekanda oxirigacha. Pas. Xavotir olmang, ammo men uni yaxshilab tuzlab qo'ydim. Ko'ramiz. Tuzlaganing ta'sir qilarmikin? Tinchlikmi? Meni so'ragan ekansan. Ha. Hamma narsani tayyor qilib qo'ydim. Aha. Endi ketsam bo'ladimi? Ye. Bu nima deganing? Chiqarishga qolmaysanmi? Meni bu yerdaligim ba'zi birovlarga yoqmayapti. Yaramaslar. Azada ham shunaqa gap qiladimi, ha? G'assol oldiga kim kirdi? Men? Nodira kirmadimi? Yo'q, ular qo'rqar ekanlar. Mayli. Sen ketma, shu yerda bo'ptir. Shu yerda bo'ptir, men odamlarga qaray. Ke.